Do'stlar, bugun biza Minecraft Bedrock uchun yaratilgan top 2 ta serverda o'ynab, qaysi biri yaxshiligini sinab ko'ramiz. Olg'a ko'ramiz. Birinchi o'yin albatta eng qiziqarlisi bo'ladi, chunki bizda hozir umuman tajriba yo'q. Tajribasiz o'yinchimiz. To'g'riroq aytganda, men bu serverda anchadan o'ynayapman. Unchalik bot emasman, normal o'ynab qoldim. To'g'riroq, ko'pincha ukam bilan o'ynardim, istasangiz. Lekin to'g'risini aytsam, ko'pincha ukam bilan o'ynardim. Keyingi safar istasangiz Telegram akkauntimga, shu Telegram kanalimizga ham obuna bosib qo'ysangiz, keyingi matchlarda, keyingi videolarda siz bilan ham bemalol o'ynashimiz mumkin. Shunday gaplar. Toshkent himoyadan yaxshisi yo'q, chunki hozir biz solomiz. Böyle sariq yotoq uxladi, o'zi ham uxladi. Hozir biz yaxki qizil cho'pra. Biz u vaqtda qizil yotog'ini sindiramiz. Kakras. Iloji boricha o'ziga aytgan bilish kerak edi. Bildim. Tayyor. O'xshamadi. Lekin to'g'risini aytsam do'stlar, u tosh sindirguncha tamom. Chiqsa yo'q do'stlar. Urdimmi? Yo'q, urmabman. Chiqsa yo'q do'stlar, biz uni hali yuta olamiz. Yaxshi. Yildirman videosida. Bir zarbali yozuv. Ke. Tayyorsan uka. Yaxki, bratga. Qo'rqibsanmi? Ujimi, muncha jon tez to'ladi. Regeneratsiya bu serverda ancha kuchli ekan. Yaxshi, bratga kelsan. Tayyor. Onayni eshak. Mayli do'stlar, biz binafsha yutadi. Davay binafsharang, birinchi hujum. Davay. Epichan. Oy, itarib yorsan. Shopper, masalan, qizil g'alaba ko'p o'ynadim. Arada mana yerda yurib ketadigan joylar ko'p blok ketmaydi. Kayf. Sana uka, qasos olaman. Maki. Tayyor. O'zim bilmagan to'g'risi. Yaxshi. Yotoq minus. O'zi uka ham minus bilan hozir tirs javob. Qizil Jones, buyaqing. Foy bilet. Qizil Jones come here. Qizil Jones darajasi kuchli, chunki bu boyagi o'yinchi, lekin musobaqada PvP bilganda o'ynayapti. Normalli. Hozir joyaman do'stlar, qo'rqmanglar. Yaxshi yotog'ini bilmaydik bo'lgan. Yo'q, bu yaxshi. Bu safar ham yotog'im uxladi, chunki bizda ukam voy onasini yeydi. Mayli, bu match ham shunday bo'ldi, to'g'ri, lekin bu Minecraft nostalgiya bo'ldi. Yaqinda qo'shildim Kubikroftga, lekin umuman tajribam yo'q bu yerda. Dabdala qilaman shekilli, chunki hozir men yursam skret otishmasam.
Voy, onasini o'tirgan. Bizda o'sha reja sal qoldi shu yetardi. Bot. Bot taktikani o'zgartiramiz do'stlar. Yangi taktika o'tamiz. B reja deb ataladi. Ona, bratchi nima bo'yini o'stirib qo'ygan. Yaxshi reja plan B. G'alaba. Sizlar ajoyib g'alabani guvoh bo'ldingizlar. Termiti tomonidan ajoyib g'alaba. Lekin bitta yil yomon emas. Bizda keyingi o'yinlarimiz mana O'sroq Max. Yesicha meni ham laqabim Max deb oldim. Oyo, bo'yin testiga do'stlar. Amigo, dabdala qilding. Yo, bana Hitler berdi deyapti. Qoch, erter. Taktika, galaktika. Ay, bana kuchli o'yinchi deyaolmayman, chunki aslahasi borligi uchun ham tirik oldi. Voy, ukajon ko'k nima bu? Ko'rib qolmasin asta. Ay, ko'rdi. Ukajon zo'r life hack ko'rsataman senga. Life hack itemi. Yo'q. Yo'q, sinduga. Qoch. Yo'q, dahshat bitta hit. Bitta zarba yetishmadi, o'lardi. Voy, onani cheatermi bu? Hammasini qiladi. O'ldim. Yo'q, o'ldim. Ko'rib turibsizlarki, bizda 5-o'yin yo 4-o'yin mag'lubiyatni uchradi. 3 ta mag'lubiyat, bitta g'alaba. Yo. Obuna bosmagan. Ay, onasini emsini yutishim mumkin edi, shu pachoqqa banki. Pachoq. Voy, endi nima sakramadi? Kursor ishlamay qoldi-ku. Duxing yetibdimi? Bu duxu yetmabdi. Bu yetmasin akasiga. Ay, bekor qoldim. Nimaga bu qo'yib tashlayman? G'isht. Ishladi. Do'stlar, shu taktikani ishladinglar. Bu Java game, Java emasman, shunday. Bu Javohir taktikasi, Pro Max taktika. Ishonasizlar. Balki ki olsam bo'larmidi. Okay. Okay. Wah. Zunggur. Brachga nima qilding? O'xshamadi, bot. Sigma.
Yerdamiz aka. Ha, o'xshadi. Ajoyib do'stlar. Hozir sizlar shunday taktikani ishlatib ko'rsangiz, albatta matchda g'alaba qozonishingiz ancha oshadi. Men bu taktikalarni katta youtuberlardan o'rganganman. Birachga nima shuncha harakat qilyapsan, bar tushib ketasan-ku bunday. Haliyam kelgan bo'ladi. Kebrachi. Keladi, yaxshi. Sol oldu onu dinliyorsun. Kebrachi. Tachki. Kartishki. Tushib ketdi lekin kelmanga yozildi zo'r. Yo'q unchalik emas. Yo'q, qani bu bachani. Tayyor. Tepaga. Kutamiz. Pastga. Okay, do'xing bormi aka? Yes. Yotoqni sindirmabman-ku. Kevkan endi. Qochamiz chunki menda jon kam qoldi. Hozir bari epik o'yinni guvoh qilaman. Agar qo'lingdan aslaga bo'lmasa, uni itadi bor. Berdosh zo'r taktik. Do'stlar, biz bu matchda ham g'alaba qozondik. Ajoyib g'alaba. Do'stlar, bizlar qaytdik va bizlar hozir live bot serverdamiz. Juda ham ajoyib va uncha ko'p kuchlilar bo'lmagan, lekin chetellarga to'la bo'lgan juda ham zo'r server. Maslahat beraman, o'ynab ko'rishni. Agar sizda Minecraft eski versiyasi yoki umuman bo'lmasa, Telegram kanalimni ochish mumkin. Bo'lsa, bizda birinchi matchga start beramiz. Agar eng yaxshi ko'rgan yerimda, tabdil qildim-ku. Eng yaxshi ko'rgan yerimda video yozuvda g'alaba qozonsam, bu do'stlar omad yoki haqiqiy pro o'yinchiligim bo'ladi. Yana bir do'stlar, yana bitta savol. YouTube'da model degan narsa bor. Pro youtuberlarga shu yordam beruvchi odam bo'lish. Shu nima? Qanday ishlaydi? Menga shuni kimdir komment yozsin, iltimos. Umuman tushunmayman bir YouTube'da odam streamdagi odamlar degan uchun ham server shu bitta muammosida. Sal qoldi. Ha, bacha nima bo'ldi? Oo, jang yaxshi ekan, yaxshi. Bu menda yo'q xislatlardan biri. Ko'rib turganlaringizdek. Ha, bye brother. Yaxshi, biz 90 oyib ketamiz. Ishon. Allah sharq qayerga ketdi? O'qib o'tiribman. Yaxshi, oy! Cheater. Yaxshi, zaten o'dik, yaxshi. Qandaydir yo'l bilan qarab. Spam.
Qanday? Ay, bana. Birinchi hujumimizdan narigi dunyoga saqlanib bo'ldi lekin. Yo'q, uchirtirdim. Ham birachki. Ayo, nafsakchidan o'xshamay. Hozir shuni. Birachki bunday bo'lyapti. Tayyor. Yotoq pishdi. Voy! O'tib qo'yding уже. Mana shu o'tib ketganimiz, suka, yashil. Yashil musurcha. Ko'masan topaman. Makki. Bilasan sen temir qilich olmoqchisan. Ha, aka. Nogiron ekansan PvP'da. Qayt. Qayt yo'q. Dabdala qilding. Zo'r video olayotganim tushib ketmay. Aytmaysan aka. Bale. Bu maç menga yoqmadi. Voy. Nimaga bunday qilyapsan? Yo, bir bunday. Menga o'tirib o'tiryapti bu bacha. Shoshmay tur, baribir yo'yaman sen. Yaptiki, mana o'tirib urish taktikasi kuchli taktika. Yo'q, u umuman ishlamaydigan taktikalar. To'g'ri itarib olish zo'r taktika, lekin nima deydi? Come here, my boy. Do'stlar, sizlar guvoh bo'lgan narsa. Yaxshi, ajoyib. Yotoq minus o'zi. Hayır. Xullas judayam zo'r o'yin guvoh bo'ldik va buguncha yetadi. Sizlar bilan ertaga bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha.